Tizangiz og'riyaptimi? Menisk yirtilishi, artroz yoki bo'lmasa oldingi hotsimon bog'lam uzilishlarini bir-biridan farqini bilasizmi? Assalomu alaykum. Agar siz zinadan chiqib tushganda charchoq va qirsillashlar yoki bo'lmasa tizza bo'g'imdagi shishlar bo'lsa, bu oddiy charchoq emas, bu xavfli kasalliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni tizza bo'g'imidagi menisk yirtilishi, oldingi hotsimon bog'lam uzilishi eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri tizza bo'g'imi osteoartrozi hisoblanadi. Siz o'ylaysiz, oddiy mast purkasam yoki qanaqadir malhamlarni qo'ysam o'tib ketadi deb. Lekin bu qanchalik foyda beradi, qanchalik foyda bermaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga bularni oddiy tilda tushuntirib va davosi va uyda qanday lichenalar olishni tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, birinchi bo'lib menisk yirtilishi haqida gaplashib o'tamiz. Aslida menisk tizza bo'g'imida joylashgan amortizatsiya vazifasini bajaradigan tog'ay disk hisoblanadi. Buni yirtilishi tizza bo'g'imida sanchuvchi og'riqlar, tizzani bukilmay qolishi, harakatni oxirigacha yoza olmaslik, tizza bo'g'imidagi suyuqlik miqdorining ko'payib ketishi va klik yoki qarsillagan tovushlar eshitiladi. Oddiy menisk yirtilishi bemorni bir umrga nogironlikka olib kelishi mumkin. Ba'zi yirtilishlar bor, nogironlikka sabab bo'ladigan, ya'ni loskutli deyiladi. Ma'lum bir qismi tiqilib qoladi bo'g'imga. O'sha tiqilgan bo'g'im har harakatda tog'ayni yemiraveradi. Hozirgi paytgacha butun dunyo bo'yicha tog'ayni tiklab beradigan dori vositasi mavjud emas. Shundan keyin, misol uchun bemorning yoshi 25 yosh deb olaylik. U misol uchun operatsiya qildirmayapti, o'sha tog'ay yemirilyapti. Ma'lum vaqt, ya'ni 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan vaqt davomida tizzadagi tog'ay yemirilishi yuqori bo'lib ketadi va tizza bo'g'imi holati o'zi 25 yosh, 3 yildan 5 yil orasidagi masofani oladigan bo'lsak, tizzasining holati 40-50 yoshli bemorni tizzasiga o'xshab qoladi. Endi ba'zi yirtilishlar bor. Ya'ni kichik yirtilishlar, birinchi darajali yirtilishlar yoki gorizontal kichik yirtilishlar bo'lsa, bunday bemorlarga operatsiya qilinmaydi. Faqatgina ularga dorilar va fizioterapevtik muolajalar buyuriladi. Agar bu bemorlar yana sportda travma olmasa yoki noto'g'ri o'tirib, noto'g'ri qayra olmasa oyoqlarini, butun umr o'zini o'sha meniskga xizmat qiladi va hech qanday asoratlar olib kelmaydi. O'zi menisk yirtilishlari ko'proq sportda, ya'ni futbol, voleybol, basketbol, ba'zi holatlarda og'ir atletika, ya'ni mahkam o'sha katta toshlarni ko'tarib pastga qo'yib turganda oyog'ini noto'g'ri tashlab yubormasa, hech qanday jarohatlar olmaydi. Shuning uchun mana e'tibor beramiz, masalan, ko'proq futbollarda, ya'ni zaxiraga olib turgan futbolchini o'rniga qayta o'yinchi tushadi. O'sha o'ynamoqchi bo'lgan o'yinchi sira tushib ketmaydi. Ko'rganmiz-a, mana futbolda. O'shalar mashq qilib oladi. Nimaga? Harakatda qon aylanishi yaxshilanadi va yirtilish, misol uchun tizza bo'g'imidagi uchraydigan jarohatlarni oldini oladi. Agar u futbolda to'g'ridan-to'g'ri zarba olmasa, bo'ldi. Shuning uchun endi bularning davosi hozirgi kunda juda ham zamonaviy usullar bilan birinchisi artroskopiya hisoblanadi, ya'ni yirtilgan menisk bo'lagini og'ir darajali yirtilishlarni olib tashlash yoki o'sha aytganimdek, yuqorida ta'kidlaganimdek, kichik yirtilishlarga fizioterapevtik muolajalar. Hozir mana ko'rib o'tamiz, qaysi darajadagi meniskni operatsiya qilish kerak, qaysisini qilish kerak emas hozirgi MRTlarda. Xo'p, mana bu MRT tekshiruvi, ya'ni chap tizza bo'g'imi. Hozir tizza bo'g'imini tashqari sohasidan ko'rinishi, mana yon tomondan ko'rilib, yana sekin o'tamizda ichki sohaga boramiz hozir. Mana normada menisk bo'laklari uchburchak shaklda turishi kerak va qorayib turadi, mana uchburchak shaklda. Bu norma. Mana kichik yirtilishlar bor, mana yaxshilab e'tibor bersak, mana shu yerda oq dog'lar bor. Ya'ni bu yirtilgan menisk bo'lagi hisoblanadi. Bu birinchi darajali yirtilishlar. Bunday yirtilishlarga hech qanaqa operatsiyalar tavsiya etilmaydi. Bu bemorimizda ya'ni tizza bo'g'imidagi suyuqlik miqdori oshgan, mana oqargan narsalar tizza bo'g'imidagi suyuqlik hisoblanadi. Endi mana asta-sekin yurishni boshladik. Mana 3 ga bo'lib olamiz. Birinchi oldingi shoxi, ikkinchi tanasi, uchinchi orqa shoxi. Mana birinchi tanasi oldingi shoxi butun, tanasi butun, mana orqa shoxi butun. Va qisman mana yirtilish bor, mana yaxshilab e'tibor bergan bo'lsak, kichik bir oq liniya o'tyapti. Endi sekin yurishni boshlaymiz. Bu oldingi hotsimon bog'lam, bu haqida yana alohida to'xtalib o'tamiz. Bu orqa hotsimon bog'lam.
va mana ichkari sohasidagi mensk bo'lagi va yirtilishlarsiz. Mana uchburchak shaklda turibdi, hech qanday muammoli o'zgarishlar yo'q. Endi shuni to'g'ridan ko'ramiz. Mana qaranglar. Mana yon tomondan ko'rilganda ikkita uchburchak shaklda turishi kerak. Mana birinchisi uchburchak va mana keyingisi uchburchak, hech qanaqa yirtilishlarsiz. Mana yirtilishlarsiz turibdi. Ya'ni buni bitta oliy ekranda ko'radigan bo'lsak, mana hech qanaqa yirtilishlarsiz bo'lib turibdi. Bu normal mensk bo'lagi. Mana ildiz qismi to'liq birikkan, mana bunda ham ildiz qismi to'liq birikkan. Xo'p, endi yirtilgan mensk bo'lagini ko'ramiz. Mana bu yana tashqari sohasi, tushuntirganimdek, normada uchburchak qorayib turish kerak, hech qanday yirtilishlarsiz. Mana bu yana tashqari sohasi mana. Endi asta-sekin yurishni boshlaymiz. Mana oldingi hotsimon bog'lan, bu orqa hotsimon bog'lan va mana ichki sohada yirtilgan mensk bo'lagi mana. Normada to'g'ri turibdi. Oldingi shoxi, mana tanasi va orqa shoxi bo'yicha yirtilishlar bor. Normada mana shu joy qorayib turish kerak bo'ladi. Mana shu yirtilishlar kelajakda bemorga asorat beradi, ya'ni artrozni rivojlanishini tezlashtirib beradi. Endi buni mana to'g'ridan ko'rganimizda mana birinchi normal MRTda ko'rsatganimdek o'zi normal bo'lsa uchburchak qorayib turadi dedi. Mana yirtilgan mensk bo'lagi. Ko'rdingizmi? Mana bunday holatlarda bemorga artroskopiya tavsiya etiladi. Holatlarga qarab shoflar, ya'ni choklar qo'yish kerak bo'ladi va qisman rezeksiyalar amalga oshiriladi. Artroz tizzani tog'ayini yillar davomida asta-sekin yemirilib borishi hisoblanadi. Natijada bemorda tizza bo'g'imidagi og'riqlar, tonga turganda qotishlar, uzoq masofaga yura olmaslik va tizzadagi g'irchirlashlarning ko'payishi. Asosan bu 40 yoshdan o'tgan bemorlar orasida ko'p uchraydi. Sababi sportda olingan jarohatlar, eski jarohatlar, ya'ni travmalar hisoblanishi mumkin, og'ir jismoniy mashqlar va tana vazni haddan ziyod yuqori bo'lishi. Bunda bemorning asosiy aybi shifokorga juda ham kech murojaat qilganligi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, bu sog'lom tizza bo'g'imi. Bu esa artrozga, ya'ni yemirilgan tog'ay qavati hisoblanadi. Endi hozirgi paytgacha butun dunyo bo'yicha tog'ayni tiklab beradigan dori vositasi butun dunyo bo'yicha mavjud emas. Endi artrozi darajasidan kelib chiqqan holatda bemorga quyidagilarni aytishimiz mumkin. Masalan, birinchi, ikkinchi darajali artrozlarda fizioterapiyalar, dorilar, konservativlar buyuriladi, ya'ni bemorga, ya'ni dori-ukollar nazorat etilyapti. 3-4 darajalilarda bemorning holatidan kelib chiqqan holatda, ya'ni o'zi artrozi 3-4 darajali artroz, ya'ni yemirilgan tog'ay qavati, lekin bemor har bir lecheniyadan keyin 6 oydan 1-1,5 yil davomida yuraveradi. Ya'ni bunda o'sha ukol, fizioterapiya, blokadalar, moliy ukollar olib yuradi har o'sha lecheniyasida, lekin bemor 6 oydan 1-1,5 yil davomigacha yuradi. Bunday bemorga endoprotez qo'yish kerak emas. Chunki u o'zini og'riqlarsiz shu yil davomida yuribdi. Endi o'sha bemor yoshi, misol uchun, asosan bu artroz o'sha ayollarda ko'p uchraydi. Endi artrozi o'zi 3-4 darajasi bor haqiqatdan. Uzoq masofaga yura olmaydi, oyog'ini erkin bukib bosishda, qo'yganda og'riqlar kuchli bo'ladi. Lecheniya oladi, 2 oygacha yetadi. O'sha blokada oldi, moliy ukol oldi, dorilar oldi, fizioterapiya oldi, bo'ldi. 2 oygacha yetdi. Bunday bemorlarda endoprotez qo'yish kerak. Chunki bundan boshqa iloji yo'q. Endi endoprotez qo'ymasdan yuraversa yuryapti, bemorda xo'p, yemirilgan tog'ay qavati yana ham katta yemiriladi. Endi nafaqat tizzadagi, sonchonoqda, belda og'riqlarning kuchayishiga sabab bo'ladi bu narsa. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Tizza bo'g'imida uchraydigan yirik jarohatlardan biri, ya'ni jiddiy jarohatlardan biri oldingi hotsimon bog'lam uzilishi, ya'ni crest payini uzilishi hisoblanadi. Bu pay tizzani barqaror ushlab turish vazifasini bajaradi. Agar u uzilsa,
tizza bo'g'imdagi barqarorlik kamayadi, tizza bo'g'imdagi yirik shishlar, uzilganda qattiq tovush eshitilishi va harakatni cheklanishi paydo bo'ladi. Bu jarohat asosan futbolchilarda, voleybol, basketbol bilan shug'ullanadigan kishilarda va yosh sportchilarda ko'p uchraydi. Katta ehtimol bilan bunday bemorlarga operativ davo talab qilinadi. Sababi yirtilgan, ya'ni uzilgan pay hech qachon qaytib tiklanib qolmaydi. Shuning uchun bunday bemorlarga faqat operativ davo tanlanadi. Agar operatsiya qilinmasa nima bo'ladi? Sababi tizza bo'g'imdagi barqarorlik yo'qoladi. Undan keyin tizza bo'g'imdagi ya'ni ushlab turish yo'q bo'lgani hisobiga tog'aga urishaveradi va tog'a qavat asta-sekin yemirilib boradi yillar davomida va tizza bo'g'imdagi artrozga sabab bo'lib, bemorda yurish qobiliyatini yo'qotishi mumkin. Bunda bemorni klinik tekshirganda Lachman testi deyiladi. Mana ko'ring. Ya'ni tizzani o'ynashi yuqori bo'ladi. O'zi normada mana bunday mana uzilgan payda ulagandan keyin operatsiyadan keyin qanday holatda turibdi? Mana chunki mustahkam bo'lib turibdi, qattiq, juda ham qattiq, shunday turishi kerak. Ya'ni uzilgan payda har doim operatsiya qilish kerak, faqat crest payini, ya'ni oldingi hosmon bog'lan uzilgan bo'lsa. Sabab artrozni paydo bo'lishini, ya'ni kelib chiqishini oldini olish. Normada misol uchun agar o'rtacha 5 yilda artrozga uchraydigan bo'lsa, biz qilgan operatsiyadan keyin bemorning artrozga uchrash sababini 15-20 yilga cho'zib berish hisoblanadi. Qachon ortoped travmatologga murojaat qilish kerak? Agar tizza sohasida olingan jarohatlar yoki qayrilib olgandan so'ng tizzadagi og'riqlar 2 haftagacha davom etsa va undan yuqori bo'lsa, tizza bo'g'imidagi shish, ya'ni katta bo'lsa, harakatda noqulaylik, diskomfortliklar, ichki sohasidagi og'riqlar bardavom bo'lsa, bunday holatlarda tezroq o'z shifokoringizga murojaat qilganingiz ma'qul. Sababi erta aniqlangan tashxis operatsiyadan qutulishga sabab bo'ladi va tizza bo'g'imini barqaror ushlab turadi. Agar yuqoridagi mavzular bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Hammasiga imkon boricha javob beraman. Sahifamga obuna bo'ling. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda.